do'stlar va oila davrasida maza qilib dam oladigan eng zo'r dacha topib qo'ydim. Bu dachani menga yoqqan tomoni istalgancha o'rtalaringiz bilan kelsangiz bo'laverar ekan. Jigarim, men aniq bilaman. Sindoshlar gruppasiga hozir men bilaman, mana dachaga boraylik, atga boraylik deb rosa dachalar videosini tashlayapsizlar. Mana sizlarga eng zo'r variant. Sharoit qarang, letniy oshxonalari, bu tomonda qarang, muzday ob-havo bor. Mana uni qarang, dahshatligini chakalaringiz bor. Bet o'rmonzorini qarang. Takoy shashliklar qo'yib, suvlar bilan maza qilib ichib, mana tog' bag'rini qarang, atmosferasini qarang, endi bu tomonni qarang. Shapadasini qarang, proyektorni qarang, maza qilib o'zi yoqtirgan kinoda ham basseyndan chiqib olib turib, maza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Ariq bo'yida so'rilari ham bor ekan. Xohlasangiz shunaqa bedanasi bor so'rini oldida maza qilib o'tirasiz. Haqiqiy dam olish uchun o'zingizga vaqt ajrating, shuncha yillar beri ishlayapsiz. Bir yilda bir marta dam olsangiz nima bo'pti? Bu dachani atmosferasini qarang, o'zimga shunaqangi yoqdi bor. Endi ham shu videoda sindoshlar gruppasi tashlamasangiz bo'lmaydi. Pastga raqamga telefon qilib ma'lumot oling, sizni kutib turibdi aka. Bu joyimiz manzili Quvasoy shahrida. Yetmaganiga saunani yoqtiradiganlarga ham saunalar ham bor ekan. Videoni saqlab qo'yavering, qishga kerak bo'lib qoladi. Yerda bemalol 8 ta 10 ta o'rtoqlar bilan o'tirgan joylar bor ekan. Suvni shunday qo'yib turib, maza qilib, terlagan holatingizda borib, mana shu basseynga shunday tashlasangiz bor, shunaqangi dahshat bo'ladi bor, mazza-yu. O, meni yoqtirgansiz PlayStation'larim-ku, maza qilib PlayStation o'ynaydigan bolalar bor. Mana har bitta kruyda bor, otaxonasini qarang, maza qilib charchaganda bor, maza qilib dam olishlik xona ekan, voy to'p. Jigar, bu joyda manzilni qiynalmasdan kelish uchun Telegram kanalimga lokatsiya tashlab qo'ydim. Bemalol telefon qilib kelaverasiz. Do'stlarga yuborish esdan chiqmasin.